Assalomu alaykum, Javlon Ne'matov. Xalqaro davlat universitetining magistratura bosqichiga Italiyaning Trento universitetiga yo'l oldik. Здравствуйте, я Рахматова Карина. Наступил этот день полета в Италию. Я очень долго ждала его. Перед полетом я ощущаю кучу мотивации, желание двигаться дальше, учиться. Также можно путешествовать в Европе, как во Франции, Германии, Швейцарии. Assalomu alaykum. Bugun men uchun juda ham bir baxtli kun. Mana qizimiz Karina, ota-onaning orzusi shuda, farzandlarini yutug'ini ko'rish. Men ham shu yutuqqa erishdim. Men minnatdorman shu Nordic universitetini rahbariyatlariga, shu ish bo'yicha shug'ullangan shu insonlarga juda ham minnatdorchiligimni bildiraman. Bugungi manzilimiz Milan shahri bo'ladi. Milanda bir kun qolganimizdan keyin Trento universitetiga to'g'ridan-to'g'ri kampusga o'tamiz. Shu fursatdan foydalanib, universitetni ahil katta jamoasiga yaqindan bizga yordam berganliklari uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tez kunlarda Italiyada ko'rishamiz.